Men bugun Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabiga keldim. Bu maktab Olmazor tumanida joylashgan. Xullas, men bugun bu maktabda o'zimni ijodiy qobiliyatlarimni tekshirib ko'rmoqchiman. Bu sizlarga ham qiziqmi? Unda ketdik. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi. Bu maktab 2019-yilda o'z ish faoliyatini boshlagan. Wow! Buni o'ynasa bo'larmikan? Avval bu maktabni darslarini ko'raylik, qanaqa bo'lar ekan. Kirsa bo'ladi. Bu maktabda 215 ta o'quvchiga 30 dan ziyod o'qituvchilar dars berishadi. Bizning maktab bilan darslari bir xil ekan, faqat bu yerni o'quvchilari ijod bilan ko'proq shug'ullanishar ekan. Maktabdagi ijodiy to'garaklar orqali men o'z qobiliyatlarimni sinab ko'rmoqchiman. Til millatning ko'zgusidir. Qani, aktyorlik mahoratimga necha baho qo'yasizlar? Menim chalib ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mendan musiqa chiqadimi? Shu hammasini o'zingiz chizganmisiz? Men ham chizib ko'rsam bo'ladimi? Keyin o'rgataman. To'garakka nechta o'quvchi keladi? Bizni art to'garagimizga 10-12 ta o'quvchi keladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mendan rassom chiqadimi? Qani chizgan rasmimga baho beringlar-chi. Birinchi marta she'r yozib ko'rdim. Qani eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, Sirojiddin degan bola erkatoy va sho'x ekan. Qani. To'g'ri, meni she'rim qiziq chiqdi, lekin kelinglar maktab o'quvchilaridan ham eshitib ko'ramiz. Men senga hozir ona til she'rini o'qib beraman. Turkiy tilim berdi senga nur. Navoiy ham ayladi g'urur. Ko'kka boshim yetdi, bo'ldim men mag'rur. Ona tilim, yaxshiyam borsan. Xullas, bu maktabda to'garaklar va menga o'xshagan qobiliyatli o'quvchilar juda ko'p ekan. Siz ham shu maktabda o'qimoqchi bo'lsangiz, 7-sinfdan qabul qilishar ekan. Men ham 7-sinfimda kelsam-ekan deb o'ylab turibman. Bu maktab o'quvchilari juda ko'p yutuqlarga erishgan ekan. Ha, aytgancha so'rab keldim. Yotoqxonasi bor ekan, o'quvchilar 5 mahal ovqatlanishar ekan. Xullas, bu maktab menga yoqdi. Sizgacha yoqdimi?